Yana bitta необычный proyektimizda basseynning ustiga pult bilan ochilib yopilayotgan mexanizm o'rnatib berdik. Buni ochilib yopilish jarayonini hozir ko'ramiz. Tushunibdimi? Bu mexanizmimizni yopgandan keyin basseyn borligi bilinmaydi. Yosh balla uchun bezopasni ham bo'ladi. Ustiga bemalol yursa bo'ladi. Buni stol qo'yib maza qilib o'tirish ham mumkin. Juda mustahkam materiallardan ishlatilgan. Ustidagi taxtasi ham bambukoviy, quyoshda, qorda, yomg'irda chidamli taxtalardan ishlangan. Mana shunaqa любой xil dizayndagi basseynlarning ustini yopish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.